Imom G'azoliy qabr azobi 5-qism. Imom Ismoil Buxoriy hazratlari ham o'zlarining Al-Jomi as-Sahih ishonarli to'plamlarida qabr azobi haqida bir qator sahih hadislarni keltirdilar. Jumladan ular yozadilar: Anas ibn Malik rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday deganlar: qabrga qo'yilgan banda janozaga kelganlarning qaytib ketayotgandagi oyoq tovushlarini eshitib yotgaydir. Keyin ikki farishta kelib mayitni o'tirg'izib qo'ygaydirda, bu kishi, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallam haqlarida ne der eding deb so'rashgaydir. Agar banda mo'min musulmon bo'lsa, bu kishining Allohning bandasi va uning elchisi ekanligiga guvohlik berurmen deydir. Shunda farishtalar: qarag'il, Alloh taolo senga do'zax o'rniga jannatdan joy ato etdi deyishgaydir. Bandaga bir varakayiga do'zax ham jannat ham ko'rsatilgaydir.